Bilarmidingiz, ba'zi reaktiv dvigatellarning burni aslida rezinadan yasalgan bo'ladi. 1980-yilda Rolls-Royce buni hatto patentlagan. Qizig'i shundaki, sovuq haroratlarda dvigatelning burniga muz notekis yopishsa, u narsa dvigatelning ortiqcha tebranishiga olib keladi. Muhandislar isitish tizimlarini va issiq havo usullarini sinab ko'rishgan, lekin bu narsa juda ham qimmat va og'irga tushgan. Shundan so'ng Rolls-Royce o'zining shamol tunnelida 11 xil turdagi konuslarni murakkab testlardan o'tkazadi. Ularning orasidagi eng yaxshi natija 45 gradus burchakka ega konus bo'lib chiqadi. Bu shakl o'zining uchliligi bilan, undan tashqari markazdan qochish kuchi effekti bilan burundan muzlarni shunchaki uchirib yuborardi. Ammo bir muammo bor edi. Bu shakl juda ham uzun va og'ir burunni hosil qilardi. 57 darajali konus esa ancha kichikroq bo'lgan va yengil bo'lgan, lekin 60% ko'proq muz yig'ardi. Keyin esa muhandislar qiziqarli bir yechim topishadi. Ular o'sha 57 darajali konusning uchiga silikon burun o'rnatib ko'rishadi. Dvigatel katta tezlikda aylanayotganda va muz yig'ilganida bu silikon burun buklardi va o'sha muzlarni sindirib yuboradi. Shu natija muzning yig'ilishi kamayardi. Qarabsizki, 57 darajadagi konus silikon burun bilan xuddi 45 daraja burchakdagi konus kabi effekt beradi. Ya'ni bir xil samaradorlikda. Va bu narsa havo yo'llari uchun millionlab pullarni saqlab qolinishiga sababchi bo'ladi. Ilm fan haqida ko'proq qiziqarli faktlar o'rganish uchun bizga obuna bo'linglar.